Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Yeni bir qatımlıq üstü uçuq türməyə aylanan Şərq Türkistan adlı proqramımızın 5-ci sanığa gəlgənlərinə qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli qardaşlar, bugün studiyamızda yana hammalarga ma'lum bo'lgan hörmətli Adil Abdulg'afur akamizni taklif qildik. Hörmətli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat xususiy. Qadirli qardaşlar, biz o'tgan qatımlıq proqramımızda yani bu programın başlagandan buyon biz ilgirki türme hayatını so'zlab o'tgan bo'ldik Adil Abdulg'afur akamizniki. Onun qismi programımızda, onundan keyin yangi başlagan bu üstü uçuq türmege aylangan Şərq Türkistan adlı programımızda yana şoxtay təcavüzçilərinin vətəndə elib beriyotgan, har xil sohalarda elib beriyotgan əşəddi zulmlarni so'zlab o'tyapmiz. Adil akamizniki türmeden çıqqandan keyin his qilgan, ko'rgan, beshidan o'tkazgan kechirmishlari, his qilgan nimalarni so'zlab kelyapmiz. Biz o'tgan soatdagi programmamizda ahırda biz bu qatımlıq programımızda yani 5-ci qism bu programımızda yani vətəndəki işçidəki bolsun və vətənin sırtidəki bolsun bu ziyalilərin ümmətə, bu millətə qandaq ən yaxşı şəkildə qandaq fayda keltirələydiganlığı, vətən işçidəki Xitayninki zulmləri şu qədər iğir bolğanlıqdan bir ziyaliyə əlbəttə bir millətin oyğatqıcısı, millətin yol başçısı mövqesinde turvatkan ziyalininki elbette mesuliyeti, mecburiyetine ait iğir buldu dep bunun üstü toxtalmaq istiyorum. Vətənin işçidiki bu ziyalilərimiz Xitayninki bu əşəddi zulümlər səbəblik iğiz çıxılamayotqan, yoki bulmasa yeterlik dərəcədə millətki yol başçılıq qılamayotqan, belki millətki yol başçılıq qilishning o'rniga milletini azdırışның başlamçısı bulup Xitayga xizmat qilayotgan ziyalilar bor hamda. Bunu vətənin işçilikini bir şəkildə doğru düşünüş mümkün desək hem de qılanmayotqanlığını. Əlbəttə Xitayga xizmat qilayotqanlarını asla doğru düşünüşkə mümkün emas hem de. Bu əlbəttə özününki nəfsaniyetiga görə, nəfsi üçün xizmat qılıb Xitay üçün xizmat qilgan bolsa, özünün milleti üçün, milletinin ziyniga xizmat qilgan bolsa, əlbəttə bu hər qandaq şəkildə onun bir özür sormaydı hem de. Yeterlik xizmat qılanmağanlarını hem de. Qılanmağanlarını vətənin içində bir xil doğru düşünüş mümkün bo'lgan taqdirdami vatanning sirtida bu erkin dunyoda, dunyoning har qaysi yerlarida har xil sohalarda yetishgan nurg'un ziyolilarimiz bor hamda. Bu ziyolilar albatta o'zininki shu tegishlik ish o'rinlarida, xizmatlarda va qanday bir yerda bo'lgan bo'lsa-mu, bu ümmet üçün, yani bu millet üçün, bu milletin yükselişi üçün, bu Şərq Türkistan davası üçün qo'ldan kelishcha aslida xizmat qilishi kerak edi. Afsus ki bo'lgan bo'lsa-mu bek az nurg'un yetishgan ziyolilarimiz var ama to'limi az hamda bu ziyolilarniki bu şekilde davo sepida turishi, davoga yaqindan hamdamda bo'lishini ko'rmayapmiz. Nurg'unlagan mesela şu sorularımızga o'xshash so'rovlar taklif qilib mesela ko'nglim yerim bo'lgan ishlar mayli o'qiyotganlar bo'lsin va yoki xizmat qilayotgan chet ellarda mushak yerlashib bo'lgan insonlar bo'lsin, müşaning vatandaş bo'lib bo'lgan insonlarni tatbiqatdagi hamda ba'zi shunday programmalarga ma'lumoti bo'lgan shu o'zining sohasidagi ba'zi narsalarga taklif qilgan bo'lsak-mu, mushunga hamda har xil bahona sabablarni har xil narsani ko'rsatib yaqin kelmaydigan, Iroq turib oldigan mushunday qarindoshlarimiz bor hamda. Bundaq bir ziyolidan hamda bu milletga bunda bir ziyolining foydasi bilan bo'lmamdi. Bu meseleler to'xtalmoqchi edik hamda. Bugun mushadan boshlab kirsak hamda. Hamda yana mushun bir narsani aslatib o'tsam boshda. Bugungi ahvolimiz hamda Şərq Türkistonda haqiqatan hamda xalqninki tatiyotgan beshig'i kelgan kun hamda insonni haqiqatan hamda Xitoy bugun dunyoda hamda atalmış bu asabiylikka qarshi turimiz, uch xil kuchga qarshi turimiz, bu deb bu safsatlarni o'ttirib olib turib Xitay hazır 3 qo'shin bilan, yani bütün şu kadr kompartiya a'zolari bo'lgan barliq kompartiya a'zolari va o'qituvchi va diniy zatlardan iborat bu 3 qo'shin, yani ularning ko'zdagi ularga ishlaydigan shu diniy zatlardan iborat 3 qo'shin orqali bu Şərq Türkistonda tamamen 3 xil kuchni, diniy asabiylikni yo'qotamiz. Bu 3 xil kuchni orqamizga ilishimiz kerak dedi. Kompartiya a'zolari, o'qituvchi va diniy zatlar deb shunday deyotdi.
Bunun bilan qurollanib turib, Xitoy hamda barliq askirlikni inson asabiylik qarshi turmiz deb shu qadar asabiylashdiki Xitoy hamda degan. Ya'ni insonning halqi masxirlik kulgisi qilgan, insonni ichindirgan bir shaklda, hattoki deganimda mushunda bir davrda 21-asr dunyoning eng ashaddiy bir diktator davlatidimi yo'q shaklda siyosatlarni yurgizayotgandi. Ya inson haqiqatan ichindiradigan, bu to'y qilmoqchi bo'lgan insonga degan to'yanda naqshinaqma chammasang bo'lmay chag'izish uchun shuning oldi bilan zakolat puli og'izib buningga. Zakolat puli qo'yib to'yanda shu naqshi muzik chelib xotirjam o'tkazsang uning keyin buni qaytarib beramiz deydigan shartlargacha qiyirib qolgan ayol bo'lsin, er bo'lsin shu qiyirlardan tatib ko'chaga chiqarib kunda naqsha usulga selish, har xil shu Xitoyning tetiqsiz usullariga selishdan iborat. Bu narsalarni majburiy holatda shunda o'rinlashtirayotganligi aniq bu axborotlarda ma'lum bir narsamdi. Ya'ni shunda bir bosqich, shunda bir davr keldi hamda. Ya'ni asabiylikda, talvilikda, ya'ni uchuqi chiqqan Xitoy uchuqi chiqdi hamda. Bu bizning millat emas. Ya'ni Xitoy insonni haqiqatan ya boshqa dunyodagi insonlarni milqi tengiriq qilgan holatda qoldirib qo'ydigan darajada shunda bir bosqich keldi hamda. Bu shunday bir vaziyatda Odilkam sizlar shu vaziyatning ichida yangi chiqlar va chet eldagi muhna ziyolilarimizni ko'la anglada billar deganda hamda. Bu shu vaqtdagi fikrlarni olsak hamda. Bu Xitoy bu darajaga keldi. Bizning millatning uyg'otquchilari bo'lgan yo'l boshchilari bo'lgan bu ziyolilarning ahvolini qanday ko'ryapti, qanday his qilyapti? Allah rahmet olsun sizden. Menden adı sizle pek nurgun gepini soruldu. Ben elki bunu begen tükümüsü iş kılıp bunu çokum değiştiğinecek bulmaydıgan naat muhim bir tibile. Bizden chet eldeki, vatandaki müşkeveni anlaş imkanı var. Kerindaşlarımız çokum bilimiz bulmaydıgan nurgun bayallar, nurgun timlarını oturtup koyular. Ben bundan hem vatandan yeni çıkan, vatandan biraz işlerini bilgendiki bunun özel bilgen cevap vermese bulmaydı. Hoş. Hem de ziyali demek hem de bu yani biz tarih karsak 30. yıllardan burun hem de biz Uygurlarda tarihte bizden 1000 yıllık tarihimiz kuyuk %100%. Kuyuk İslami tuz, İslami medeniyeti bilen İslam muhiti bilen yoğrulup bir gövdülüp gelgen bir hayat, Uygur'un hayatı. 1000 yıllık hayatı. Bu hayatta ziyali degan gap bo'lmasa mesela bizning Qarxanlar davridan tatib Bedavlat Yoqubbek zamoniga kelguncha bütün bu zimmamiz qurilgan barliq davlatlar ya xilofat olsun, nima olsun bizning zimmamiz nuqul bir islomni muhim bir hokimiyat ustida turib idora qilinib kelgan. Bu zamonda bizning diyorimizda ziyali degan gaplar qo'llanilmagan bo'lsa ham hukm jihatdan ammo asasen dini alimlerimiz, mutafakkirlerimiz bu oturasiyada bizden bu xalqniki ma'naviysiga yetaklik qilib kelgan hamda. Xo'sh. Endi biz mana fanni, diniy ziyoli degan bu hukm bizga 70-yillarning oldi keyindi, 30-yillarning oldi keyindi. Bundan 80 yil burun hamda şu 30. yılların aldı kendi bu şekillenişe başladı hem de. Yani şu an biz milli ziyalilerimiz mesela pen sahasındaki ziyaliler ya dini sahadaki ziyaliler de ya ki dini zatlı mandak ağrışkı başladıkmış 80 yıllardan beri. Öyle onda işte yoktu. Yani bizim kuyuk dini muhitte üst yitilgen mesela yüzü bir medres terbiyesi yitilgen bu şu çağda mesela tabii ve ictimai fen sahasındaki bütünlüğü astronom, fizik, coğrafya, tarih, matematikada hatta şu tibabet sahasını tatip yani şu Abdülhalik Uygur, Lütfullah Mutellib, Nemşit Ermiya Damollam deyimiz, Elxan Türi deyimiz, muş ustazlarımızdan ki ilgiri kiyin hem de. Yani Mehmet Efendi Tevfik deyimiz, Kutluk Şevki deyimiz, yakın zamanda alemden ötkenimizden büyük ustaz Abdülhakim Muhammed Mahsum Hacim zamanına kadar hem de. Bular Xitoyning ishg'oliyatidan burun mana biz bayon tilg'ag'anlik Xitoyning ishg'oliyatidan 49-yildan burun yetilganlar yoki Buxoro ya Qashqarda yoki İstanbul, Misr, Saudiya zamonlarida yoki Hindiston zamonlarida mesela o'qib yetilib
mevlevilik her xil İslami ilmi invallarını elip kaytıp şu vatanın bütün siyasi, ictimai, devletin, milletin takdir işlerine fevkalade başında baş katırıp kelgen. Bu ne şu aşağıda okum bu devletin, ümmetinin bir devletin bütün işini dinden Kur'an'ın merkez kılıp aşağıda idare kılındı diyen bir düşünce bir okum bizge tam şu 1000 yıldan beri yetip keliylik yakın kadar. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'dan başlayıp oturup koyulgan bu devlet idare kılış, bir akide vekillik kılış, dünyada adli adaletini berpa kılış, tevhidine yakarlaştık. Bu xil bir büyük bir medeniyet hem de bizge Allah bu nisbet İslam bilen bizden jutumuzga keraklik. Biz şu kadar sap bir uyul taştık, şundaq bir kelgen deb qaraymiz. Biz bazı tarixi qilmagan, biz üstün tüben tarix aralashgan bolsak, ya Rusning, ya Xitoyning, ya boshqa bir tajovuzchining ancha-muncha tajovuzga uchrab ba'zi bir mujadilalarga sababli biz zayıflashgan, gullangan vaqtlarimiz bo'lsin, ammo biz hukm jihatdan o darajada bek bunda tabriklik bo'lmagan. Endi faqat mushu yana mushu 49-yilga qadar hamda Xitoy ishg'ol etish Shinsayning va Gomindang va kommunistlarning bostirish arasida hamda masalan Mamtlapan To'piq, Abduxoliq Uyg'ur, Nimshid Armiya Damollam, shuningdek Lutfulloh Mutalliblar mush kishilar nuqul %100 diniy oidatli odamlar. Lutfulloh Mutallibning dadasi bir Nilqida bir jamining imomi, xatib. Masalan Abduxoliq Uyg'ur bu kishi Arab Farischini pishiq biladigan, inki Rus va Xanzurdan o'rgangan aşında bir nokul medreselegen adam. Mesela Ahmet Ziya dedik, Abdurrahim Ötkiller dedik, Turgun Almaslar dedik, yakın kıl bulumu şu 40. yıllardan bunun dinde yetligi adamlar. Mesela yakında hazır bu Şinjan Uygur Til Tadqiqat Merkezi'nden bir edimi var. Emin Tursun deyimiz hem de. Aşağıdan bu 80-90 yaşlarına çekici şu Uygur Til Tadqiqatı'da şu Kutadoluk Türkler Divanı'nı nemevlen Ahmet Ziya ile birlikte şu kadim Uygurcadan hazır zaman Uygurcalaştırış 84'ünde bu hareket katlaşıp kılıklık hem de. Bizden de Muhammed Salih Damollah bu nukul dinde itilgen Kur'an'ı tercih kılış arkalıkla bir nukul dini meydan oturup çıkan bir alimimiz hem de. Kağalları Uygur'un milletin tarihine o mücadele bir universal bir dini meydan oturup kelgen. Hem de komünist kapırlık kelip 49 yıllardan beri pen dini ziyali, penni ziyali deb bu tarif arış olan. Endi bu penni ziyalilar hakimiyet dinsiz komünist bo'lgan degan u qanday qilsa o'zining degan yeriga bir ko'ndirishga o bir amalini qilib shunda haqni olib ketgan. Biz 49 yillardan keyin endi bizning odamlarimiz, ziyolilarimiz penni ziyali, diniy ziyali deb bu ikki firqaga ayrilishga boshladi. O'tirda etkini bo'lmaydigan, toshqog'ir bo'lmaydigan bir ağın paydo bo'lib, o'tulagan suvdek, kunduzdan kechadek bir-biriga yo'riq bilan qorong'udek kelisholmaydigan, chiqisholmaydigan bir xil to'qinish paydo bo'lgan bir xil ikki gavda bir uqum paydo bo'lib biz yuqori deyishgandek bu bizning madaniyat yana medeniyetimizning ma'naviy, moddiy medeniyetimizningki yo'ritqichilari, boshlamchilari, ummatning yo'lboshchilari bo'lmish bizga shunday ummatningki chiqish yo'lini ko'rsatib beradigan, ummatning ko'zi bo'lgan odamlar xo'sh Xitoyning ta'siridan shunday ikki qash bo'lib qolganlik. Lekin hatto biz dedik endi Xitoyningki 1949-yil davlat qurish marosimida şu Xitoy bu Turkistonda o'zining davlatining bir o'lkasi, bir rayoni deb bekitib şu Beijing'de Xitoy davlatining qurilganligininki tunji qadimlik bayram davlat marosimida undan keyingi marosimlarda jiq qatim şu Uyg'urlardagi aktiv odamlarni şu biz ziyolilar hamda Xitoyninki jiqiga kelgan odamlarni şu Beijingga yetkazib şu bizning ziyolilarimiz orqali bizni şu Xitoy davlatininki bizga biz istagan yaxshi bir hakimiyet, yaxshi bir davlat biz cho'qim o'shaning bir qismi bo'lib yashasak, biz cho'qim dunyoda taraqqiy qilgan, gullangan bir yaxshi bir rayon bo'lib chiqa olamiz degandek nurg'un aldamchilik neyranglar bilan bizning ziyolilarimiz olib ketganlar. Odatda Tayyipjon Aliyev bo'lgan odam, hozir Tayyipjon Aliyev deb bu odamning ismini tilga olsak, bu odam ba'zi odamning ko'zi yosh iqtidi.
Men hayron qolaman, ash demninki 80-yillar nashr qilingan g'azallar to'plami deydigan bir narsa yo'q. Tepcha ilibdan emas, mushu 30-yillarning oldi keyinde, odatda mushu 50-yillargacha, 40-yillargacha 60-yillargacha bo'lgan, madaniyat inqilobigacha bo'lgan tarixda yozilgan mushu peshqadam klassik adabiyot shoirlarimizning, adiblarimizning yozgan she'rlari yozilgan bir narsa yozilibdi. Endi ashuni mushu xalq, ummat, mushu millat ko'rsin deb yozgan bo'lsa kerak, debdiki, shu davlat qurish marosimida Xitoyniki shu jo'lda shu chaqda Xitoyniki zo'nlisi shuning bilan ko'rishavdi, Tayyibjon Aliyev nayt hissiyatlanib bir she'r o'qiydi ekan. Tangridan kutdim yardım. G'arb nima? Tangridan kutdik nusrat, g'arbdan kutdik yardım. Va lekin hech qaysi baqmadi. Quyoshdan nima? Sharqdan chiqdi bir quyosh, shundan beri topdim baxtim deb yozildi. Ma millat bugungi kunda Abdurahim Edgar Turg'un Almas qatorliq shu peshqadam yozuvchi ustozlarimizning, shu buyuklarimizning qatorida sanaladigan bir odamning og'zidan chiqayotgan gap bu. Aşağı demek yani buni adeti bir gap. Biz Allah mı yardım qilmadi bizga? G'arbdagi meyli islom, meyli boshqa davlatlar bizga yardım qilmadi. Qachonki mavzudan iborat bir odam, bu bir kommunist partiya sharqda bosh ko'tarib shundan bir bizning bu qari zulmat qaplagan bu Turkiston bu zamonda havo ejilib, yorib bizning halqi biz bugungi bu kunga erishdik deb ashunday bir. Demek bu halqi shunchalar 40-50 million ummatning, bu millatning bu ming yil e'tiqod qilgan, o'rgangan diniy hissiyotiga hurmat qilmasdan, ashunda bir apaqda biz niho deb qo'ysa, hissiyotlanib o'qiyotgan bir qarasalik bir yasha 50lar berib qolgan, alayida millatning yozuvchisi, shoir deb o'tirib chiqib bo'lib qolgan odamlar. Qaysimi azg'inlikni. Ashunda odam bu millatning bir qalamlarini, alamlarini mediltib oldida ummatga yetakchi yo'lbosh qilib manga odamning ahvoli bu. Demak, mushalat Xitoyninki singib kirishi bizdagi fan va dinni ayirib tushunishdagi bir xil bu batil bir fojia hodis bizni ashundaq vayron qilib tashlagan. Demak, endi ziyolilar to'g'riliq gap qilishyapmiz, endi 49-yilga kelgacha 49-yilga kelgacha yaşagan ve 49-yıldan burun çoğunlap terbiyelenip algan. Hayatı 49-yıldan keyingi eşip kalgan. Mesela Xitayning işgalididen keyingi zamanga hayatı eşip kalgan ama 49-yıldan burun terbiyelengen ziyalilerimiz, mesela Abdurahim Edgar dedik, Turg'un Almas dedik, bu kişilerimizden yazgan kitapları pepen kılındı. Abdurahim Edgar oygangan zaman muşu destanını, muşu roman nime, tarihi roman apırıp 9 qadim apağanlığını deydi. Ay Abbas üye bo'lmabdi, bu amaliyatı rast şu kadar bədii çıllıqni tasvirlab yazgan bo'lsa-mı? Xitoyninki Abdubashirisi, Xitoy yoqtirmaydigan, Xitoyga qarshi bir xil fikr qilish, bunda bir qutrashqiliq mazmun sing'ilgan taraflarni qat'iy ashuni o'chartirib, ashuni burmulutib, o'zgartirib, endi Abdurahim Edgarning shu yerda bir yurak so'zlari bor. Buni yozmay desam deydi. Bunu men yazmay desam, 30-40 yillardagi fojiadan xalq xabarsiz qolib qolsa, bu bir cho'ng bir tarixsizlik, bir cho'ng bir jaholatniki, ya'ni bu boshqa o'tirish bo'ladi. Endi buni xalq bilib, xalq oz bo'lsin bilib qolsin, 30%, 40% bo'lsin, mushning rasligini bilib qolsin degan maqsad 9-10 qatim o'zgart deb qayta nashriyatdan qabul qilmasa-mu, en ahir muş qabul qildigan darajaga yaqin endi apirib, ashuni nashr qildim degan ashunday bir so'zlari bor. Ikkinchi jihatdan unda tarqaydigan. Demak, endi o 40-50-yillardan burun bizning xatimizda fanni ziyoli, diniy ziyoli deb unda ziyolini bilib qaraydigan ish yo'qdi. Fanni degan gapim yo'q, faqat Qur'on hadis bilan tarbiyalangan, mesela Buxoroda, Hindistonda, Saudiya va Misrda, bizning Qashqadaryoda cho'ng madrasalarni ko'rib yetilgan. Mesela şu zamandaki tabii ijtimoiy fan sohasidagi astronom, fizika, matematika, coğrafiya qatorliq bütün ishlarni demek biz diniy sohatga demni nazir fanlar yaratmaydi, fanni ziyolilarimiz. Sabit Damollam, Abduqodir Damollam chaqliq odamlar
şu medresde yetilip, mayli Hindistan'da olsun, Buxara'da olsun, Qashqarning xalq medresesi olsun, yetib, şu medresda jükürüp oturup, şu paxtı çapanı kiyip durup, kitap okup, çırp devlet kurgan adamlar ular. Demek Kur'an bilen, hadis bilen medresde devlet kuruş, bugünkü dünyanın siyasi sahnesinde oturuğa çıkıp bu dünyadaki rekabetdeki siyasi, iqtisat, ijtimoiy bütün raqobatlarga qarshi turib davlat qurish jihati bunday bir seviyaga yetmek medresda bu bir quruq gap bu deb medres seviyesini medresdagi ma'arif yuksakligini bular hozir e'tirof qilmoqlik. Ammo jahillik. Ammo o'zi necha o'n universitetdan tugatgan bo'lsa-mu, bamga yerlar qolmoqlik. Yil Amerika, Yaponiya, yil Germaniya, yil Angliya dunyoda eng dangli huquqliq, ammo nurg'a adam chiqiqliq bizning vatanimizdan. Müşkil penni ziyali bulmuşlar yakında. Ama ulama bamga yerler qolmoqlik. Eng dangli Harvard Üniversitesi, Amerika, Yaponiya, German uçup nurg'iyalik beriqliq yana şu 30-yıl 40 yıllarda 20-neci yıllarda şu medresede okup aş paxtliq piştiq çapanı kiyip oturup aşağıda qattiq zag'irni qajilab şu kitap tapamız yezib köçürüp okup o'qigan adamni qo'ygan devleti ve ulardaki siyasi an, siyasi düşünce, ummet düşüncesi, vatan ve devlet düşüncesi bugünkü ziyalarımız yetilmeyecek. Bu da şunçilik bir cüret, o derece kılaması mı? Şimdi yakından da azıcık yeni çıkan bir adamımız oldu, bir ziyarlı. İlham Tohti. İlham Tohti bir millet davakıp çıkmaklık, bir ummet davakıp çıkmaklık. Adet bu adamның Türkistanның müstakillik azatlığı Xitaydan ayırıp bir devlet kuruş demesi bir jağız gap qilmoqlik. Fakat Xitay özü tüzüp çıkan insani kişilik hukuk, insani izzet ve hürmet, insani erkinlikninki Xitayның özünün kanunda maqullangan, Xitay parlamentida yolu qo'yilgan govyerlerde şunu özüň icra qilmading, sen gepingni to'muding, özüňning devlet tüzümiga qo'ygan prinsiplerin özüň amal qilmading deganligi uchun zag'irli aytganda o adamni xatolaştırıqlık hamda. Yani demek ahval bu. Bizning ahvolimizni ziyali düşünmese, men bir ziyali emas, men bir şu turmada şu cemiyet qiyqirib soqulab, hili toq, hili aç bir üstüp gitligen bir adam. Yani men şonu köygönlerim, men hiç bir ziyalilarning vekili emas, ya bir dini alimlarning vekili emas. Meni bir vekil qilishleri cemiyetdagi buzilgan, nadan qaldırılgan, terbiyesiz, ma'arifsiz taşlab etilgan bir bichora milletning ichidan chiqqan bir adamman. Şu iqimdan chiqqan bir adamman. Hech qanday bir vekil qiz dehqonchilik qilsa, dehqonchilikni bir tagus qilmasligim mumkin. Men dehqon bo'lay desam, dehqonning vekili bo'lgan bo'lsam, ammo bizda ziyoli tushunchasi bugungi kunda shu darajada kerakligimni. Endi hozir shu mencha shu huquqlarning haqqini berish kerak shu agarda faqat mayli unvon nim bo'lsin, mayli darajasi qanchalik ustun bo'lsin bu ziyolilarimizniki, mayli qaysi sohada bo'lsin, darajasi yoki unvoni qarab berilmasligi kerak bu ma'noda. Sizlardan kamtarlik qilib deyildimda bu millatninki, xalqininki g'amini yegan, xalqining baxti uchun kurash qilgan, xalqining baxti uchun tirishgan inson, mayli uni hech qanday bir maktabda o'qiyanmagan bo'lsa-mu, millatda u tarazidagi ziyoli shu hamda xalqdan boshlab mang'uchi. Bu şekilde qo'yilish kerak. O dunyoning eng cho'ng unvoniga erishgan bo'lsin, dunyoning eng esli yerda ishlayotgan bo'lsin, xalqiga agar hassi qo'shanmagan bo'lsa, millatidan qochib yurgan bo'lsa, nafsi uchun kurash qilayotgan bo'lsa, o asla o ziyoli degan narsa uningga berilmasligi kerak hamda. Kimdan bizning bugungi kundagi hozirlik dindan xoli bir turkum ziyoli iqim paydo bo'lganlik biz vatanda. Buni ziyoli degandan buni ziyali degan xiyali, onun ziyali qilgan ish xiyali deb bir maqollar bizning yurtimizda. Uni xiyalimi emas, buni Xitoyning g'alchisidan, o'p-o'chiq Xitoyning shu suyak tashlab ba'zi beshida qurib shipang o'zini suyab turadigan bir hayvondan cho'ng farqlanmaydigan hamda. Agar qalbi Xitoyni gullendirish, Xitoyning huquqini, Xitoyning hokimiyatini shu mujziminda şunu bir muqimlashtirish uchun eg'iz echayotgan va uni bu ummat, bu millatning bugungi taqdiriga azroq echinmay normal maosh olib yashayotgan qalimson salohiyat ziyoli bo'lmishlarni hamda ziyoli degani uni o'p-o'chiq Xitoyninki g'alchilari,
millet ve dinning, ümmetning up-uçuk süzük hayli desek bu naydı layık. Çünkü oylap baksa sizle bir östen boyu tuğla. Bir buvak bala bir derya geçip gitti. Bala ekvadıdı. Sildeki bir ziyalilik ve seklep düşüp balanın eçkalaydıgan bir yolunu bilirler sizle. Su üzermişleri mi? Şuna mı? Hoş. Demek bugün ümmetin ahvalı bu Uygur halkınınki. Hem de ziyalilerimiz kaç tuğan edemge okşaydı. Halk aş ekvatkan balık okşaydı. Şu halkın bir kutkuzuduğun tövdeyiniz bir şey. Nemiş akıp kaladı soğudu bu. Nemiş bana kutkazmayımız. Dep üz seklemesini diyemegen edemini kandak o suda ekvatkan balının ilgisi ve onun yolbaşı digni olurdu. O balı ekvatsa östen oy turup o balını kutkazay demege edemini o balının ilgisi digni bulamdı. O balının yolbaşısı onun takdiri başka oturduğun ziyası onun aldığını yolbaşlar mağış digni olan bulmaydı. Demek bugünkü bu ziyaliliğinin demek hazır ben köygen deprezsem Ürümçi'de ama Sakşı Nazar'da bir sorak kıldı. 99 yılı. Sorak gelip bana bir henzuç materyalını taraf kad aldım koyup koydu. Men ay oltırıp taraf yüzünü aldı koyup bulduğun neyse. Koyuplam aldım balakı taşladı kelip la. Kopallık olan. Ağzını buzup çiğdi. Menin anam, sığınım, xotin kızlarımla hakaret dedi. Dedim, men sen degen demeyme dedim. Muş degen gepin üçün ölgenligin tirildiğin kişinisen sen. Bir hesap birse. Men sen degen gep desem men sen nim farkın var mı? Nim farkın bolsun. Sen degen men demeyme gep kılmayma. Belki sen korkudu degen deyişim mümkün. Men korksam 1 milyar 300 milyon adamım var. Xitayga qarşı çıkmaydım. Mendeki jelim ketdi. Men ötürüp alğanга sen bir joy ketmeyse. Men ölsem yana tüyüp ketmeymen men. Ama deptirim at bermem sen. Deyişip kaldı. Qarasam maqadi bilem sabya deydi. Şu henzu çıkat. Biz deydi. Xitay çıkat. Qarasak biz bir üzünü ziyali dedi. Mening ma ziyali düşüncem başladığımız ziyali düşünce okşumaydı. Deydi. Biz çoğu deydi. Desem biz şu Ali mektapçı, manda 16-17 yıl okuduk. Biz Beijing'de UAB'de Ali Sakçı Nazar, Sakçı Üniversitesi'ni bitkizip, ama kanunşünaslık okup, biz manda bu adamlar, biz 1 milyar 300 milyon devletin nüfusunu başbakan devletin bütün asası ictimai bütün kanunlarının ki memuru kanun, bütün kanunların ügünüşten sırt biz mahketine pişik bilimiz cima biz. Sen muş kadın bilgen bolsan, muş devletinin kanun düşüngen bolsan, sen bunda kılmaydım deydi. Yani onun alık konumda ondan ne kadar nefretli matkını bilmeydi o. Nima bir Xitay çıkadığını bilişinin özü, batıl bir tağıt devletinin bir kanununun ki, şunun bir batıl kanununu azrak bilmediğinin özünün bir ziyalilik, aşının bir bilim, aşının âli bir seviye, dep düşünüyorlik. O ne? Bizning mening tilimiz aytgan o bir g'alcha, bir tağut, bir batıl, bir tajovuz hakimiyetning mazlum, bichara odamlarning qandaq boshqarish jihatda tuzgan bir batıl tuzum. Zulmning bir prinsipi o. Biz zulmning prinsipini unda qatorasini bir tartibini mundaris o'rganib olgan narsa. Uni zali degan olmaydi. Aş odamlar 15-20 yil o'qib, 40-50 yoshlarga kirib, maaşa o'tirib, biz Uyg'urning ziyolilarimiz öyle dutta tembirini esip koyup, doput yekteklini esip koyup, biz atıboğullarımız keygen mani, dep aşını ömrüm bir kadem kiyip koymaydı o. Apırıp, biz milletinin ziyaresi değildik. Yani bazı yerleri, şu 2005 yılı, mesela nimdeydi, Abdurrahim'de mi dok? Abdurrahim'de birisi vardı. 2005 yılı o Ürümçi'de turmak bir kirdi. Kirip, o deydi ki, şu yakta biz gibi 500'lik siyasi mehbusunu onun aldık otağızı peydi. Ma bir gep ziyaliyeler turizm bop kaldı mısın? Nurgun gep ban dişti kanım. Onu içiripti, qarasak qılqı. Onu bir Xitayning nesilde o bir dini azım bolmuş bir adam bolğandan keyin bir Şinjan Xitay tili boyunca Uyghur Abdunum rayonluq dini İslam cemiyetining bijmisi İslam institutundan ki, Ürümçilik ondan ki müdür ekan. Açırıp sözlep kelip Esselamu Aleyküm dedi. Biz cem ottadık hem de. Türmede. Türmede.
Onu şu bizge Xitaydan qalçızmaş narsa emas sen. Dep ottadık, salam qilib, beyde soqib, bir gep qilib kelib, sizlar nima uchun ozligini bilamizlar deydi bizni. Sizlar nima uchun ozligini bilamizlar deb jim turib, anda qaranglar. Men Misr tug'gan dedi u. Abdurahman. Abdurahman Misr tug'gan nima u? Shunami? Ha, Misr tug'gan. Men Misr tug'gan, Saudiyada tug'gan. Arabcha, inglizcha, xitoy tilini biladi. Yani bir til biladi bu, 4 xil til biladi dedi bu. Arabcha, inglizcha, xitoycha, uyg'urcha 4 xil til biladi dedi. Dedi Payg'ambar alayhisalom bir til bir odamning hayoti degan deb kelib, men taxminan 80 yoshdan yashasam deydi. Ya 70 yoshdan yashasam, mening uyg'ur tilim 70 yosh, xanzi tilim 70 yosh, ingliz tilim 70 yosh, arab tilim 70 yosh. Men 300 yil umr ko'rmay dedi u. Men mushunda tilini bilgachga, men Misrda manjil o'qigachqa, men mening ilmiy saviyam, mening mushu ilmiy asosimga qarata men mush o'rinni berib, shu Şinjan İslam institutida ishlayapman. Ham bugungi kunda kelib mush sizlar bilan ko'rishib, mush sizlarga meni bir nasihat qilishga keldi hukumat. Men ziyoli endi, ba'zi ziyoli dedi. Ba'zan o'zingiz ziyoli deb qo'yishlar. Haqiqiy ziyolining oldida nur bo'ladi dedi u. Haqiqiy ziyolining oldida nur bo'ladi. Nur odam to'g'ri yo'lga boshlaydi, unda odam ozmaydi. Sizlar ziyoli nima, to'g'ri yo'lni bilmaganliging uchun bunday turmoq kerak bo'lasizlar. Men mushunda jiq til bilganligim uchun islomning uzun mezgil islom hadis va tafsir fiqhi umumiy men jiq tadqiqot olib borganligim uchun men ozmay yana Uyg'urlar bilan xanzor o'tirsida bir ko'rik rol o'ynab vatanning muqimligi, Juha Madinaninki texmi bir gulni shimanda qilib deb o'zim tabi dedi. Uningga gap qaytib bo'lmaydi. Ya desak, u so'zlayotdi bizning qishimizda har bishkining saqchi borda kaltak tutib turib, o'rnimizni qo'psaq bosadi bizni. Medirlab uningga bishim desak, tayoq ishtimash yo'l yo'q, biz ish yo'q bu yerda shu. Har bir odam birdan saqchi bor. U saqchi tik turdi. Men o'ltirib qarab, yana biz tik turdi. Qo'lda qurol bor, ya kaltak bor. Sizlar bir mahbus o'ltirlar, gapini tinglab, aqllari biz tik turdi saqchidan. Mana shu keldi. Demak endi, ma odamning dedi, uning ko'nglida seni Misrda o'qibsa 5-10 yil, Saudiyada turibsa, vatanda o'qibsa turiblik u. Sening 15-20 yillik hayoting xanzi to'liq 3 yil ketgan bo'lsa, ingliz tili 3 yil ketgan bo'lsa, arab tili 15 yil ketsin, uyg'ur tili sen 20 yillik o'qibsa, sen ham ilm paydo qilmabdi. Ko'ngilda tarjimonlikni bir ziyolilik, bir olim, bir ilmiy unvon, bir ilmiy yuksaklik deb tushunib qilib tarjimonlik degan bir og'diruvchilik u. Bunda o tarjimonning olim degani bo'lmaydi. Masalan, bizda nurg'un olimlar o'tgan. Yusuf Qasajevninki, Mahmud Qashqarininki, shuningdek nurg'un olimlarimizningki, uning ilmiy yuksakligi, uning arabchani yo boshqa tilni bildiganligi emas, uning ma'lum bir ilmiy manbada cho'nqur izlanib, shuni olim butun dunyo qoyil bo'lgan darajada haqiqatga, amniyatga uyg'un shaklda bir sharhlab, uni to'g'ri yo'lga tushuntirishning o'zi bu olimlik. Bugungi kunda mesela moddiy ijodiy kashfiyatlar shug'ullangan bo'lsin. Haqiqatan olimlik u. Deb dedik, demak ashunda qanday bizning shu xildagi odamlarimiz demak o'zini ziyoli deb qaraqliq endi. Ammo bizdagi hozir mayli Xitoyning maktablarida yetilgan, mayli Temir Raqibdagi bo'lsin, mayli Urumchidagi danglik universitetlarda, Qashqar, Xotan, G'uljidagi pedagogik institutlarda o'qib yetilgan ziyoli bo'lmishlar, chet eldan tillarini o'rganganlar, ummat uchun, millat uchun tuhfa qo'shmoqchi bo'lganlar nima qildi desa, bu ziyolilik ko'paygan bo'ldi, nurg'un kitoblar yozilgan bo'ldi, ammo bularning ko'payishi, tilshunoslarning ko'payishi, til tadqiqotchilarining ko'payishi, tarixchilarning ko'payishi, romanlarning ko'plab yozilishi, bunday yozuvlarning ko'payishiga beqib Uyg'ur xalqining hayoti, turmushi kun-kun og'ir tahdidga uchrab, zaiflashib, vayron bo'lib, Uyg'ur ma'arifining vayron bo'lib, yo'qolish girdobi qarab mangdi. Mana bu bizningki Uyg'urlarningki, masalan, Uyg'ur yozuvchilar jamiyat adabiyot sohasida mayli nima bo'lsin, Uyg'urning qo'lidagi ziyoli bo'lmish, Uyg'ur nomi bilan ziyoli bo'lmishlar bugungi Xitoyning g'alchiligidan boshqa ishni qilgani yo'q. Endi yozganda balkim, haq gapdan deganda balkim, ham degan bilan uni
yezib qo'yishdan azib tutmaydi. Uni bir yo'l boshlab mangdigan, o kechida o'tirib ming haqiqatni to'g'ri bir shaklda yozgan bo'lsa, uni haqni o'tirga chiqib deydigan va xalqni uni to'ntadigan, uni tushundiradigan, uni yo'l boshlab mangdigan bir sarga o'tirib bo'lish kerak. O sargilik rolni o'zi asli ololmaydi. O yezib tashlab qo'ysa, to'g'ri yo'lni yezib tashlab qo'ysa, hisob haq o'tirga chiqsin deydi. Masalan, 91-yili Barin voqeasi bo'lishdan biri Barin inqilobining bosh qo'riqchi qo'zg'ab o'tirgan rahbarlik qilgan Zeydin Yusuf qarindishimizning 3 yil 4 yil uning motosini haydab shuni sho'pilni qilgan bir bola bilan men turmada 3 yil yetib qoldim. Ana meni ko'nglim saqandek uning falan nima ish qilsa bu? Shu chaqma Abdurahim o'tganninki turg'un olmasdan asarlarini o'qib, bir suyunib turib roman o'ygangan zaminni Uyg'urlar degan kitoblarni degandek qiziq o'qigan davlat ulahiyat tushmazgildi. Nima bu berib Shinjang universiteti daşöyligi berib o'quvchilarni qo'zg'ab manda qilmay, to'ydan etasiz qilib boshlash bu ishni. Unda G'o'ljidan, Urumchidan, Qashqardan manda kuchaytirib manda o'qimay deb so'rab soldim-da uni men. Desam deydi, shu chaqda shu Zeydin Yusuf nimaga bag'ini ekan Urumchiga berib Abdushukur Muhammadov bilan Abdurahim O'tkir bilan shu chaqdagilarni ko'rishganmishlar. Mesela Abdushukur Muhammadovni biz Uyg'urning ziyolisi hozir Uyg'ur falsafa tarixini yozib chiqdi. O nurg'un narsa yozdi. Men ko'rdim Hele nurg'un narsa yoziqliq hamda nurg'un narsa bir umrda 5 15 20 kitob yoziqliq. Uni kech kunduz yurgan ekak deb shu yoziqliq hamda fasiqlik bilan Xudodan yiroqlashgan holatda uning qalbining butun ilhomin, uning fikr tafakkurini Alloh idora qildi hamda. Şekilde Allah'tan yiroqlashgan bir odamning yozgan kitoblarida aman adabiy, dabdabiy gaplarni qo'llanmasa bu asli uning samimiy bir mahiyat, bir ma'no, mafhumiyat bo'lmagandan keyin o ta'sir qilmaydi ekan. Ashidamdan shu vaqtda Zeydin Yusufning ishlarini xato deylik ya qo'llanmoqlik va nurg'un o'tirib dialogda va o'tirib qo'yilgan. Demak, bizning ziyolarimiz qari dehqon, medres yotgan qari dehqon, Beşin edin başlab men Xitoy hokimiyatiga qarshi o'tib qurolliq o'tirib chiqmoqchiman. Qanday qilmay qanday buningga bir yordam beramiz, buning qanday qaraysiz desa shuni bostirib. Shuningmi bu ziyolilar bu ishing xato. Asli buning maqsadi men qo'rqayman bu ishdan, men qo'rqinjaq. Men bunda jidal majliq qurolliq to'qnashishga, bunda inqilob mening qatnashim yo'q. Men senga nenim niyat men Xitoyning jasusi xayni bo'lib ketdim. Men qalam yozib qo'yib, jamba qilgan bir yer kirib oldim. Endi bu ishga to'g'rima deyishni nomus qilib olgam demaydi. Asli bu jon tikib, qon berib, bu davlatni, bu vatanni, bu ummatni qutqizadigan bundaq bir janggohga, qonliq janggohga kirishga bo'la asli xolamaydi, ammo o'zini aldab, yolg'on gapni qilib, qo'llamay bolalar ishni xato deb qo'yaqliq. Ahir yüzü hem de bunun tarihte kandak orun aladı. Mana bizden vatanın işideki ziyalilerimizin din ve pen sahasında hazır dini zatından içinde ziyali diyenler asasen hadis tefsirinin cikadan bölsem o tercümanlık ne? Hoş. Millet, ümmet için can köydürüp siyasi bir tutkuluk bir siyasi yolu bilen oturuğa çıkıp hakkını kozgap Xitayga karşı duruş bu ümmetin bütün ma'arifi, iqtisadi, bütün ijtimoiyatini bir o'zgartirish, bir gullantirish yo'li qarab bir yetaklaydigan bir odam diniy sohada bo'lmoqlik bo'lganini Xitoy uni vaqt-vaqtida so'njoqtib o'ltirib yo'qitib kelaylik. Xo'sh. Endi bizning Uyg'ur ziyolilarini yana degandek vatanning ishidagilar endi ba'zi kitobni yozgan bo'ldi, u yozib dedik, Mesela Abdülkadir Jaloliddin Turg'unlik dedik, undan keyin ba'zi yozuvchilar Turg'un Taymas Tahir dedik. Undan biri Yalquruzi deymiz, endi bular yozgan bo'ldi bir oz. Emin Ahmed deydi Allah. Ama o narsa yozib qo'yish bilan masala bo'lmaydi ekan. Uni cho'qim buni yozgan ekan, ming lipapulab uni ishga bir siqib yozadi. Xitoyni bilib qolmasin, aql va Uyg'ur bilib qolsin deb yozgan bo'lsa, uni haqqi bir-birlab tushundirish tegish keladi. Ama bu şemige adamın qayta tushundirib, buni boshlab o'tirib, buni yedeklab o'tirib chiqish to'g'ri keladi. Ammo bular uning jur'at qilolmadi. Qilolmaganligidan biz zohir vaqimiz Uyg'ur ziyolilarining 50-yillardan ta bugunga qadar Uyg'ur xalqining Xitoy bilan birlashib turib vayron qilish, bu madaniyatni quritish, vayron qilish, so'rib kulini ko'kka so'rib bu ummatni vayron qilishdan boshqa bir foyda manfaat menimcha men ko'rmadim deb qarayman. Chunki hamda
şu ilgisiz ziyalilerimiz devrinde şu Seyyid Nezir Tayyipcan Edip yani şimdiden ki Nuruk Eden'in bazı zamanda Kur'anlı kitaplı köydirilip hatta Türk tılları divanlı okutup Türk tilini tatıp Kutat Qobu'daki kadar yani şu Zefername kadar yakın zaman kadar bütün kitapların köydirilip şu zamanda bulup etti. Uygurlarımızın ziyalilerinin kemde digizliki kalmadı. Pen sahasında ahval o. Hem de chet eldeki mesele hem de bu ziyaliler sahasındaki boğan ufkam chet elge qarasak hem de 94-yili turmada o'ttasam birisi Esa Yusuf Arif Tikinning gapini qilib dedim de biz shu vaqtda Esa Yusuf Arif Tikinni hem de o kech kunduz ummat uchun jan tikib jan ko'ydirib mana shu ishlayotgan odam pataqin tushirdi, ayat tushirdi, askari ishib chiram degandek gaplar amin bo'lib turdi endi. Ay biz kemtgan shu qilsam Esa Yusuf Arif Tikinning gapi bo'lsa u 60 yilni quruq jo'zi mushlab o'tirib hech qilmadi u. Odamni bu yerga jinni vaqasi cho'nga bu odam bu yerga kirib olmaydi u. Qarasak ham miyag chiqqan yoqi. Endi rost desak ham ochiq kelish endi qilsam o'tib ketish mumkin. Endi 60 yil 40-50 yil chet elda bir vatan da'vos qilib o'tishning o'zi bu degan da'vo deganning o'rnida da'vo degan bir daraxtning uyusiga o'xshaydigan bir hayot da'voning hayoti. O daraxt deslabda beshaq ko'paydigan, g'azanglaydigan, meyvirdigan, taqim qaplab bu bo'shliqni qaplaydigan, o qumog'ini bo'lmaydigan, yildizni kashira olmaydigan g'oyat zo'r bir narsa aylanadigan narsa. 30 yil, 40 yil degan narsa. Ammo hozir qadar bugungi chet eldagi musoblab chiqqan Uyg'urlarimizniki chirib, pulim yo'q, uyam yo'q, yeydiganim yo'q, men nerda turma desa, kel qirindishim bor, sening qirindishimizda, men mush makonsiz zulmdan qochgan qarindoshimizni qo'yni qilib xotirjam bir to'tgan baqqadek bir imkoniyatning bo'lmaganligi taq oddiy emas bu yerda. To'g'ri. Bu halqi chet eldagilarnimi endi deb kelsak gapjiq ham hozir o'tgan bir narsaga qatnashib qoldim. Uyg'ur akademik tarix va til tadqiqot bir yig'ini yilda o'tkazilgan yilda qatnashdim. Bu da bir qatnashdim bo'lgan. Men to'limaydi. Onun to'lishqini arzimayman endi. Uyg'urlarning o'tirashgan, to'plashgan bir suhbati. Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur tarixi, tili, Uyg'urning hayoti to'g'riliq bir muhokama tadqiqot yig'ini ochdi ekan. Yevropadan, O'rta Osiyo, butun dunyodagi Uyg'urlarniki, hatta Amerikadan keldi degandek, men bir vaqtim nima ishlar bo'ldi qanday deb. Basam bu yerda hamda men yoqadigan yaxshi gaplarmi bo'ldi, normal salbiy fikrlarmi bo'lmadi emas bo'ldi. Qarasam bu yerda bo'lgan ish endi yuzlarcha odam yig'ilibdi ayollar bor. Bunun ko'pinchisi doktorlar, olimlar, tadqiqotchilar, masalan, avvalda Erkin Sidiq deydigan bir yaxshi qarindoshimiz o bir fevqulodda bir yaxshi bir ilm bir kasb qazanibdi Amerikada. Astronomiya to'g'ri, ba'zi fizikadan, ba'zi buningdan turli bir tabiiy sohasida ba'zi muvaffaqiyatlarni qozonibdi. Endi keyin bir suhbat o'tirib biz o'tirg'i chiqdi, esimda yo'q. Qarasak chet ellardagi taraqqiy qilgan davlatlarning boshlang'ich ma'arif tuzilmasi haqida degan bir narsani o'tirg'i chiqib, masalan Finlandiya, Gollandiyaning, Germaniyaning yo Turkiyadagi bir davlatlarningki boshlang'ich ma'arif saviyasiningki, ma'arif tuzilmasiningki salbiy va ijobiy taraflarini tadqiq qilib fikrli bo'ldi. Endi dedim, bizda bugungi kunda bir abjaq bir eski ko'ni kemiga chiqib qolgan bir to'plam bir uchun bir dengiz kezar bir karmiz bir yo'lovchilar. Shu qadar shiddatli bir dengizning to'lqiniga duch kelgan kemi cho'kib ketishga tas qilayotgan qirg'oqdek uzun suvning to'lqinidagi shiddatlik, ammo bu odamlar o dengizdan qandoq chiqib ketishni bilmay tipirib cho'qirishib yurgan bir odam o'xshaydi bizning xalqimizning hozir hayoti. Biz hozir Xitoyning zulmidan qutulib, 3 vaqt nenimizni xotirjam yeb och qolmay, biz zulmga uchirmay, o'zimizning xotin qizlarimizni o'zimiz egovlab yashaydigan bir ibtidoiy jamiyatdagi bir normal och qolmay, tayoq yemay yashaydigan, zulm chekmay yashaydigan bir vaziyatni barpo qila olsak edi. Biz mushuning kurash qilishimiz kerak. Bugungi dunyo xalqi ayga qandoq chiqish, Marsga qandoq yuzlanish, olimni qandoq tadqiq qilish, qatorliq dunyoni qandoq egallash, jahongalik tuzumini qandoq qilish,
Dünyada hiç kim bozak kılamaydigan en dağlık aviyamasiki, en dağlık Kur'an'ın kanda tasdikimiz atom bombunu dep kalk manыңda jüriydi dünya halkı. Biz halktan zulüm çekmek, özümüzün hutun kızımız özümüz ege olap, özümüz Allah nisbegen zeminni hakkını bir tatırıp koymay, şu vakt namazımızı okup, hutun balığı ege olap bir aç kalmay, bir yaşaydıgan, bir zulüm kuşurmay, özümüz idare kılıp yaşaydıgan bir gününü kanda kılıp, tapamızı kanda kılıp, heyde kılımız dep manыңda gem kıldıgan bir seviyet edemler biz. Hem de kabarap ayadı, chet eldeki ne bir devletliğindeki başlangıç mağar tüzümünü to'g'ri bu navbatga umuman bizga lazım navbatga vaqt har ishdan uning navbati bo'ladi. Anda sal u gap manga ishim ustida o'tib anda mening bir to'rtta qiz gapim bor. Desam fursat vaqt yo'q hozir debdi. Men so'zaman temesin deb qo'yay. Keyin qarindoshlar vaqti bo'lsa kelib bir desam dediki bulandı. Men dedim. Sizlar hozir chet ellik taraqqiy qilgan, chet ellik Yevropadagi bir qism taraqqiy qilgan gullangan davlatlarningki boshlang'ich ma'arif tuzilmasi haqida tadqiqot olib beramiz deb ulardan ulgi va salbiy ijobiy taraflarini da'vatsizlar. Bu biz o'shiqcha ish. Bugungi kunda sil tarbiyalamoqchi bo'lgan bolalar Yevropaning esil an'anaviy, esil yuksak ma'arif tuzilmasini ko'chirib kelib, biz tangmoqchi bo'lgan bolalar bugungi kunda Xitoyning qo'lida. Onu ölmekte, kırılmakta, turmalarga kirmekte. Chet eldikisi, chet eldinin kuluda. Chet el ma'arifinin kuluda. Xo'sh. Sen balcha qildiringlar. Lekin vatan bu asos gavdasi bo'lgan bu ummatning farzandlari Xitoyning qo'lida. Xudo yo'q, edim maymundan turalgan. Kompartiyani himoya qilib, kompartiyani qo'g'dashning o'zi birdan-bir hayotning chiqish yo'li deb mashaqalda zaharlanib tarbiyalangan bir ahvol. Bugungi kunda biz madan deyishimiz kerak. Deb bir arada to'rtta qiz gap qilib, bugungi dehqonlarning ahvoli deb to'rtta qiz gap qilsam, qopab gap egri keldi. Bu demak, bundan ilgari siyosiydan xoli dunyoning siyosiy g'avg'olariga, to'qinishlariga, dadalashlarga aralashmay, biz faqat ilmiy muhokama tadqiqot bo'yicha ma'namiz deylik. Ammo qaysilar har qanday ilmiy muhokama tadqiqot, har qanday ijodiy kashfiyot tinchlik o qo'g'dug'uchisiz, himoyasiz u bo'lgan narsa emas. Endi biz siyosatdan xoli bu o'zimizning bu davlatda bir yaxshi bir o'zimizga xos bir muhitimiz bo'lmagan asosda biz hech kim taraqqi qilib, hech kim o'tirib chiqolmaymiz. Dedim endi bular mushbetib mangsa, uning hech qanday shunday bir yig'ilib, bir ko'rishib, quruq gapni qilishib o'tiriblar, ummatga bir chiqish yo'l tepirish emas, ummatning endi ziyon etkaz kildigi foydasi yo'qdek endi ya men bilmamdimi, ammo aytib ta'sir qilganlik. Balkim yadim yaxshi qarindoshlarimiz bordi, ammo Erkin Akram keptikan oydan bir to'rtta qiz gap qilibdi. Ani gapi endi, ya'ni bir gaplar bo'ldi, azroq men suyundim endi. Gapni qilsam ba'zilari Xitoyning usulli gap bo'lsa, Xitoyning adbashish echiligini tursa, ba'zi siyosiy jihatdagi bir tengsizlik Uyg'urning echilish ahvoli deb o'tirib qo'yilib olsa, ba'zilar tipalab chiqib bordi yani. Gap qatilmaydi. Demak, chet elda biz avvalda Xitoyning zulmidan, siyosatdan xoli, biz hech qanday hokimiyatning siyosatlariga zulmiga e'tirozsiz, inkorsiz, nimasi ma'qul deb taslimchilik ruhi bilan yashab kelaylik. Bu ta'sirning vatanda qanday bo'lsa chet elga chiqib qo'ydi. Nima Turkiya deganda davlat zo'ngtonlarini, davlatning Cumhur bakanlığının bir aldığı bir maaşın qatar deb alıb diyalaydigan erkin bir davlat tursa bu. Ya degenge bir ağzından chiqib haqin deysa olmamda. Onun nemesi qirilib ketadi. To'g'ri, to'g'ri. Degenge. Demak, biz yana bu xildagi men Xitoy anda islomni gullantirish uchun faqat islom deb o'tirib chiqqanlarning dunyo kafirlari tag'uti buni radikal deylik. Men buni radikal deyman, bu bikinma. Duguma hech qanday fikri tefekkür, analiz, mülahizden, tadqiqatdan mahrum bo'lgan, faqat to'qidek bir so'z birini to'qib ikki daqiqaga ko'payish, mundaqlik, ko'paytirish, tadqiq qilish, mundaq bir echilish bunda ruhiy bo'lmagan, yashashdan boshqa hech qanday bir imkoniyat istiqbol bo'lmagandek bir holat endi. Demak, Uyg'ur ziyolilariga Xitoy ishg'oliyatidan keyingi 49-yildan tortib bugungi kungacha bo'lgan bu arliqda bizning diniy sahadan, Qur'on va hadisdan, medresdan ayrılib,
Xitoylar va tağutlar qo'ygan danglik olim oliy bo'lmish universitetlarda, maktablarda tarbiyalanib o'qib yetilgan. Ma'lum ijtimoiy tabiat sohasida yetilgan bo'lsa-mu, moddiy jihatdan ba'zi yaxshilikni, ba'zi yaxshi natijadan qo'lga keltirgan bo'lsa-mu, ma'naviy jihatdan, ma'naviy madaniyat jihatdan Uyg'urlarga zini bo'lsa balki hech qanday manfaat kelmaganligidek bir xil reallik menga ayon endi. Chunki bu bir qisqa bir bu jihat hukmlarim shu darajada endi, ammo bu kengri bu cho'ng bir dunyo bu bizning ustimizga bu ma'rif sohasida. Endi hozir biz sizlar bir fikr qildilar, men demoqchi bo'lganim endi bu hozirgi buni keyin deyishayli. Hozirgi biz uch turimga aylangan Sharq Turkiston deb turgan ekanmiz. Bu Turkistonningki asosan mohiyat jihatini mutlaq turimga aylanib kelganligi aniq. Bu turimini bu Xitoy buni uch turimga aylantirman degan bo'lsa-mu, din va fanda yetilgan bu ziyolilarimiz buni turimi qilmay, buni usti ochiq nurga to'lgan bir ma'arifi bir namrat bo'lsa-mu, kallasi dunyo vaziyatini tushunadigan bir o'zining milliy va islomiy kimligini obdan tunib yetaradigan, do'st dushmanini biladigan bir odam tarbiyalab, buni usti ochiq turmamas, usti ochiq bir bunday bir hukm ilm ma'rifatga to'lgan dunyodagi bir raqobatga damal cho'chib buning qanday pozitsiyada bo'lishini biladigan bunday bir ummat yaratish, bunday bir ziyoga yutilash, yetaklash bu ziyolilarning ishi edi. Ammo bular bu ummatni qara o'ngirga yutilayotdi. Xitoyning hokimiyatimiz buni bir qari jamiyat desak bu eng muvofiq. Xitoyning davlatida Xitoyning davlat idora qilish uchun qonun degan narsa mavjud emas. Xitoy o'zidagilik buni. Bu davlatda qonuni yo'q degilik. Qonun davlat o'zi tuzidi, bir fuqaro bo'ysundigan narsa. Jungoning birdan bir hokimiyat tuzgan narsa uning pul bilan qural. Jungoda pul bo'lsa davlatning boshlig'iga setib olgan bo'lgan bir davlat pul bilan bo'lsa. Mana bu davlat. Shu bu davlatda qonun degan narsa bu davlatda bir uchun bir qari jamiyat, qonuniyat kishilarningki tashkilini tuzib olgan bir uyushimiz desak, bu eshib ketmaydi. Biz shuning deb usul o'ynab, bizning ziyoli bo'lmish bu mötəbərlərimiz, bu aqsuyaklarımız Xitayning deb usul o'ynab, bu millatning tunjiq yo'qilishiga düşmanning tugmini so'qishgandek o'ynda rol olib keldik. Endi biz hozir yaqinda vatandan kelgan ba'zi xabarlar bor. Usti uchuq turmalangan Turkiston, Sharq Turkiston degan bu temada texim cho'nqurlar biz dehqonlarning iqtisodiy, bularning hozir turmush ahvoli, buning ijtimoiy turmushlari, buningki ma'arifi, hatto o'choq beshi buningki shu qo'y qo'tallargacha, ezeriqlargacha berish tegishlik nurg'un temalar bor ekan. To'g'ri. Buni men bundan keyin deyishdi. Bundan keyin hamda yani usti uchuq turmaga aylangan Sharq Turkiston degan temada mana Xi Jinping degan hozirgi bu tag'utniki Xi Jinping huquqining faqat mahalliy boshliqlarga, kenit va mahallaviy boshliqlarga berilganligi. Mahalladagi shu harokat zabayilni bir mahalle kendi başlığı yapıp şunun gibi bilen bir adamın uydu batqanlığı ve şunun gibi bilen bir adamın hayal kılıp batqanlığı deyip bundan bir ahvallar mevcut. Bunu keyin sanıp deyişeyli. Hakikaten bilgen vakit biraz ötüp gitti. Köp rahmet qatnashmaganliklari uchun inşallah yana bir qatimliq suhbatda ko'rishamiz. Hurmatli o'zurko'shlar, ko'p uzatib o'tdik, kechiringlar. İnşallah yana bir qatimliq programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.